Xitoyning SJTN telekanali jurnalistlari Qozog'iston bo'ylab media turga chiqishdi. Ular Jibek yo'li Silkway telekanali jamoasi bilan birga Almaty shahri va Almaty viloyati hayoti haqida reportajlar tayyorlashdi. Mamlakatimiz to'g'risida ko'rsatuv Xitoy xalqaro telekanalida qozoq, rus va ingliz tillarida efirga chiqadi. Jurnalistlar faoliyatini Almatyning eng ko'rkam lokatsiyalaridan biri Medeuda yakunladi. В целом Алматы нам всем очень понравилось. Здесь город очень современный. Umuman olganda Almaty bizga juda yoqdi. Zamonaviy shahar, atrofida tog'lar va go'zal manzaralar. Men barqaror rivojlanish bo'yicha Xitoy-Qozog'iston hamkorligi to'g'risida reportaj tayyorlashni istagandim. Uddaladim. Qo'nayev shahrida ham bo'ldim. Bu yerda ham peyzajlarni olyapman. Kecha Ko'kto'bega, bugun Medeuga keldik. Juda yaxshi ishladik. Пейзаж. Сегодня приехали в Медеу, и вчера в Коктубе. Там мы тоже очень хорошо проработали. Ekspeditsiya jamoasi rahbari ta'kidlashicha, bu shunchaki Medeu tur emas. U madaniy va tarixiy jihatdan ikki davlatni yaqinlashtiradi. Jurnalistlar qozog'istonliklar hayoti va turmushi bilan tanishishdi. Qiziqarli hikoyalar tinglashdi. Hamkasblar o'z taassurotlarini baham ko'rishdi. Tabiat va mehmondo'stlikdan zavq olishganini yashirishmadi. The amazing trip like this one would be very rare. Avvallari Qozog'iston ko'plab xitoyliklar uchun shunchaki mamlakat nomi edi. Hozir esa ko'pchilik yurtingizni yaxshi qo'shni sifatida biladi. Mashinada mamlakatni kezarkanman, to'g'ri aytilganini tushundim. Media tur davomida mamlakat odamlari bilan yaqinlashdik. Ular mening qalbimni titrata oldi. Hamkorlikdagi ishimiz samarali bo'ldi. Ajoyib hikoyalar olib ketyapmiz. Ularni TV va internet orqali namoyish qilamiz. Ushbu safar tufayli dunyo yaxshi qo'shnichilik aloqalarimiz haqida bilib oladi.